Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum tajribali ustalar kanalining obunachilar. Yaxshi niyatda uchastka solganlar uchun to'yxona qilgan, kafe, restoran, oshxona ochgan akalarga qaranglar. Stullarda birinchi qo'l o'zlari oilaviy ishlab chiqaradigan joyga kelganmiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Kamin terimdan bo'lyapti. Ishlab chiqaruvchi akalardan. Ko'ryapsizlar, o'zi ham haqiqiy to'yxona bo'lib qolibdi, ham bitta marosim o'tkazib borsa bo'laveradigan bo'lib qolibdi. Hozir sizlarga bu yerda turgan stullarimizni narxi nech pul bo'lyapti deganlarga komplekt holatda ham, dona holatda ham aytib ketamiz. Faqatgina videoga like bosib tursangiz, biz videomizni boshladik. Assalomu alaykum Ibrohimjon aka, yaxshimisiz? Yaxshi yillaymiz-siz? Rahmat. Assalom. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Xudo xolasa juda chiroyli ishlab chiqarishlar bo'libdi, aka. Xudo xolasa hammasidan bor. To'yxonaga ham, oshxonaga ham hammasidan bor, xudo xolasa. Gap yo'q. Arenda biznesini, to'y marosimiga arenda biznes qilaman deganlarga ham zo'rlari bor ekan. Bor, xudo xolasa. Xohlagan fasonga berilaveradi. Yangiliklar ham bor, xudo xolasa. Gap yo'q. Bo'lmasa mana shu dumaloqdan boshlaylik. Shundan boshlaymiz aka. Bunimiz paxtagulli. Aha. 10 kishilik yumaloq. Bunimiz to'yxonaga, arendaga hammasi ketaveradi, xudo xolasa. Taklanadi xontatasi 1.50 ga 1.50 razmeri. Xo'p. 1 santimetrlik tahta faner bo'ladi, beryuza paner. Baquvvatliklari zo'r, xudo xolasa. Namda suvda qolsa hech nima qilmaydi Yo'q, hech nima qilmaydi. Bu laksa yapilmagan, laksa yapib beramiz, xudo xolasa. Hop, stullarga kelsak, hop, tepasi 2 ga 2, pasti 2,5 bo'lgan, profilli, qalin stenkadan bo'lgan, birlik. Kraskalari qanaqa kraskalar? Parashkovoy kraska, ha, bu yerda hammasi parashkovoy kraska, ko'chmaydigan o'sha o'chgan yaxshi kraskasidan, xudo xolasa. Juda ham zo'r. Hozir bu 10 komplektligimiz donaga nech pul chiqadi bularimiz? Hop, 180 mingdan chiqadi donaga. Donaga. Общий komplektimiz? Общий komplekt 10 kishilik 2.400.000 so'm. 2.400.000 so'm. Mana bu material ham hozir mo'yishimi shunda? Mo'yishi, ha aka. Artib bemalol. Bemalol dog'i sho'maydigan material. Hozir to'rala tarafi ham kasha, ha? Albatta, bolt geykali. Bolt geykali, to'rala. O'tirg'ichi ham buni ikkinchi sortidan, o'tirg'ichi ham. Beryuza panel, DSP endi emas, xudo xolasa yaxshi xizmat qilib beradi. Yomg'ir-pomg'irlar qolib ketib boshqa bo'lsa ham. Buni jicha arzonroq varianti mana bunisi bo'ladimi? Shunday, ha, bu turbali, oddiyroq, qo'ziqorin fasonimiz. Bu profilligida, bu turbali. Lekin ustakamiz aytgandek, kraskalari parashkovoy kraska. O'chmaydigan, ko'chmaydigan. Xo'p. Xon taxtalari ham bir xil bo'ladi, bir xil bo'ladi. Hamma fasonida, stulning fasonida farqi bo'ladi. Farqi bo'ladi, xolos. Xo'p, shunda donaga nech pul? 130 dan chiqadi bular. 130 ming so'm donasi. Donasi 130 ming so'm. Komplektiga nech pul? 1.850.000 so'm chiqadi 10 kishilik. 10 kishilik. Misol uchun ustaka, agar 10 komplekt olsa, hop, qayergacha dastavkasini ichida qilib berasiz? Misol uchun shu stolga qilib beramiz aka. Qayergacha? Toshkentgacha. Demak, Vodiy Toshkentgacha dastavkasi ichida 10 komplekt. 10 taliklardan olsa shunaqa. Gap yo'q. Agar undan u yog'iga voha taraflarga endi kelishilaveradi, va ko'proq ob'yomda olishsa 20 komplekt, 30 komplekt oladigan akalar bor, to'yxonaga, marosimlarga bergani. Hop, 50 kg ham qilib beraveramiz yo'lkirani. Muammo joyi yo'q, u yo'lkira katta ham pul olib ketmaydi, xudo xolasa. Gap yo'q. Mana buni aytamiz endi. Mana bunisi. Xo'p, bunimiz o'sha har doimiy trendda qolmaydigan gulli fasonimiz, o'sha 3 yildan 2 yildan beri chiqyapti, xudo xolasa. Xalqqa mazur kelgani uchun hali ham sotyapmiz. Xo'p, 10 kishiligi razmerimizga kelsak, xon tatasi 2.75 m bo'ladi. Xo'p, 10 kishilik bu oyog'i surilgani. Xolasa bu yerda avvaldan qilib berilaveradi, talabga qarab. Bu yerda ham o'tirsa, noqulaylik tug'dirmaydi, tekizmas, o'shancha surib qilingan. Gap yo'q. Yig'ishtirilganda necha santimetr bo'ladi mana bu? 8 santimetrda yig'ishtiriladi. Yig'ishtiriladi. 8 santimetr joyda egallaydi. Udobniy, juda ham yengil. Xo'p, bunimizni donaga nech pul chiqadi? 130 ming chiqadi bu ham. Donaga 130 ming chiqadi. Komplektiga nech pul bo'ladi shunda? 1.850.000 so'm 10 kishilik. 10 kishiligi 1.850.000 so'm. Misol uchun mana shunaqadan nech komplekt olishib, misol uchun shu arenda biznesini boshlayapti? Ko'proq 10 komplektdan yuqori bo'ladi, eng kam 10 komplekt bo'ladi, 100 kishilik bo'ladi. Shunaqa boshlashyapti hozir ko'pchilik. 6 talik bo'lsa, o'zlari bilishadi 15 komplekt. 100 kishilik atrofida olishadi-da. Misol uchun qiziqib ko'rdingizmi? Sizdan stol olyapti turganlar arenda biznesiga. Misol kuniga bir kuniga arenda nech pul berishyapti? Unisini bilman, donaga berishadi 20 mingdan 50 minggacha berishadi. Fasoniga qarab. Qancha, misol dabdabayroq, yaxshiroq fason bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq beradi. Oddiyroq fason bo'ladigan bo'lsa, arzonroq beradi. Tushunarli. Xo'p, mana bunimiz o'zgacha chiqdi aka. Ha, bunimiz shu yangilik nimalarga o'xshab, lekin kraska bu ham. Lekin bu ham parashkovoy kraska. Nerjenka bilan bir xil chiqqan. Nerjenka bilan bir xil chiqib qo'ydi. Xoni nechiga necha? Xo'p, bunimiz ham 2.75 m, 10 kishilik. 10 kishilik.
Materiallari qayerda material bu? Xitoymi yo Turkiyami? Xitoy Xitoy, ko'jasi. Koja. Bemalol mo'yishi ekan, artib ishlatsa bo'ladi. Albatta. Qaranglar, juda ham chiroyli tugmachalarni qilgan fasonlarni. Xo'p, bunimiz donaga necha pul chiqadi? 180 ming chiqadi. Donaga 180 ming so'm chiqadi. Общий summasi bu 10 talikda 2 million 400 ming so'm chiqadi. 2 million 400 ming so'm. 10 kishi. Misol deylik, mana shundan 20 komplet zakaz qilyapti deylik. Umuman xuddi shu fasonmi, bu fasonmi 20 komplet zakaz qilsa necha kunda tayyor bo'ladi? Xo'p, 20 komplektda aka, xo'p, 5 kun 6 kunda chiqarib beramiz. Bir haftada qo'lida bo'ladi, xudo xolasa. Bir haftada qo'lida bo'ladi. Uzoq kutilmas ekanda, to'g'rimi? Bir hafta, uzog'i bir Yarim haftada. tayyor mahsulotlarimiz ham bo'ladi. Ha. Ba'zilarimiz tayyor holatdagilari ham bo'ladi. 2 kun, 1 kunda chiqarib beradiganlari ham bo'ladi. Bo'ladi. 6 talik, 4 talik oladigan bo'lsa, undan ham tez bitadi. Masalan, 10 kishilik eng o'sha komplekt ko'prog'i shu. Ha, juda ham zo'r. Xo'p, endi bunimiz 6 taliklar, ha? Bular 6 taliklar. Xuddi buni o'sha material bo'lgandan tillarang qilib qo'yganmiz 6 taliga. 6 talik. Aha. Xo'p, nechiga nechixon? Razmerimiz aka 150-75 bo'ladi. Taxta faner aytib o'tganimizdek, jildlari hammasi frezer qilingan. Qo'lda qarab boshqa bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Dasturxonga ham ilib qo'ymaydi. Albatta aka. Xo'p, Xo'p, narximiz donaga 180 ming, komplektga 1 million 500 ming so'm. 1 million 500 ming so'm. Misol uchun xuddi shuni 4 taligini so'rasa, 4 taligini ham qilib berilaveradimi? Qilib berilaveradi aka. Taklanadigan xontatani 4 kishilik bo'lmaydi, oddiy xontataga taklanmaydigan qilib berilaveradi. Qilib berilaveradi. Ha. Tushunarli. 4 talikdan 12 talikgacha qilib beramiz. 4 talikdan 12 talikgacha. Shunday. Bunimiz ham 6 talik aka. Fasoni nima endi buni? Pecha gulli deyiladi. Aha. Buni ham yangilik, xudo xolasa, materiali qizil mo'shi material. Ranglari o'sha tillarang shagrani, to'q tillarang shagrani. Bunimiz 1,5 million so'm chiqadi, donaga 180 ming. Donaga 180 ming so'm, komplekt 6 taliga 1 million 500 ming so'm, ha? Shunday aka. Shunday. Xo'p, misol uchun sizga zakaz berib turgan insonlar qanchadir nima berish kerak? Zakalatmi? Xo'p, mana shundan 20 komplekt bo'ladigan bo'lsa, 30 million so'm bo'ladi. 1,5 milliondan bo'ladigan bo'lsa, 30% ni tashab berib deb ularga aytsak, tashab bering desak, yo'q deydigan bo'lsa, 1 million yo 2 million tashab bersa ham, qolgan borgandan keyin beraveradi. Gap bo'lishi mumkin emas. Tekshirib, ishonch hosil qilib bemalol. Bunimiz ham paxta gullikmi? Bunimiz paxta gulli 6 talik. 6 talik, paxta gullik. Donaga necha pul chiqyapti? Paxta gullarimiz 180 ming chiqarib beryapmiz. Birlik qalin. Bu ham, ha? Bu beti birlikdan beti 0.8 da shunaqalar. Hozir poni birlik. Birlik. Tepa pasti birlik bo'ladi, 180 mingdan chiqadi donaga. Donaga. Komplektga 1,5 million so'm. 6 taliga. 1,5 million so'm. Bu ham qalinidan 2,5 profilda birlik, bir stenasidan ustiga misol o'rtasiga bel bormayman deydiganlar uchun 100 kilolik odam chiqsa ham bu kerilib bitmaydi. Gap yo'q. Bu asosiy qismiga qalinroq ishlatiladi. Bruk ishlatiladi bu asosiy qismiga. O'shancha bel bormaydi. Tushunarli. Mana bunisi? Bunimiz o'sha profilimizda fasoni yo'qroq, oddiyroq fasoni. Xo'p, oddiyroq fason, menga fasoni bo'lishi shart emas, oddiyroq, lekin baquvvat bo'lsin deganlarga yengil qilib chiqarib qo'ydik. 1 million 300 ming so'm 6 talik. 6 taliga 1 million 300 ming so'm. Misol sizlarga faqat optimmi yoki bir dona so'raganga ham beraverasizlar? Kimdir qiziqib o'zi xonadoniga olmoqchi bo'lsa ham donaga bormi? Misol buni faqat arendaga moslagan bo'lsak, uyga ishlataman, menga yoqdi degan bo'lsa, chiqarib beraveramiz donaga. Donaga. Gap yo'q. Narxini aytdikmi o'sha summasini? 1 million 300 ming so'm, donaga 150 ming so'm chiqadi. Donaga 150 ming so'm, o'sha summasi 6 taliga 1 million 300 ming. 1 million 300 ming so'm 6 talik. Bunimiz gulli fason, o'sha trenddagi karishning varianti. Mana taglari. Buni ham 1 million 250 edi, 1 million 200 ga tushirib qo'ydik. Yengil qilib xudo xolasa. Xalqqa ozgina bo'lsa ham ko'p oladiganlarga ancha foyda, to'g'rimi? Albatta aka. Ancha foyda buni, chunki ko'p komplekt oladi. Yangi yilga aksiyani zo'ri mana. 6 talik donaga necha pul chiqyapti bu? 130 mingdan chiqyapti, 0.9 stenasi qalin, xudo xolasa. 9 stenada. Kraskasi o'sha boshida aytdi. Hammasiniki parashkovoy, ko'chmaydigan yaxshi kraskalar. Shunaqa. Xo'p, bunimiz eng arzon fasonimiz. Xo'p, bunimiz 1 million so'm 6 taliga aka. 1 million so'm 6 taliga. Lekin buni ham o'tirg'ichi taxta faner boltga bo'ladi. Bu ham 0.9 turba bo'ladi. Oddiyroq fasonligiga 1 million so'm chiqarib beryapmiz. Bular xon tatasi bir xil hammasini. Qalinligi, sifat hammasi. Fasonida farq bo'ladi. U oddiyroqligi uchun 1 million so'm qilib qo'ydik. 1 million so'm. Donaga qancha dedingiz? 100 ming so'm chiqadi donaga. 100 ming so'm donaga. Bu lola fason deydimi? Ha, bular lola fason, jigarrang fason, jigarrang rangi.
Hop, bunimiz 1 million 100 ming so'm chiqadi, 6 taligi. 6 talik, 1 million 100 ming so'm. Donaga 110 ming so'm chiqadi. 110 ming so'm dona. Masalan, 110 ming so'm deyapmiz. Menga uka shundan 200 ta kerak deydigan bo'lsa, 105 ming, ko'proq, undan ham ko'proq bo'lsa, eng pasti 100 ming so'mgacha qilib beramiz. Ob'yem olishsa, agar 60 ta, 100 ta, 50 taga unaqa narx qilib bera olmaymiz. Tushunarli. Mana bularimiz. Hop, bunimiz qo'ziqorning 8 taligi. 180 ga 75 bo'ladi. Bu nimaga uloq tushadi? Bu arzonroq tushish uchun uloq qo'yasizlarmi deydi ko'pchilik. Yo'q, bu Tata Faner o'zi, Beruza Faner 152 ga 152 bo'ladi. O'rtasidan bo'linadi, bu 30 sm qo'shiladi. 6 talikka o'zi shu holatda tushadi, yarimi to'liq. Lekin bunga ham choyga orqasiga ham qatirlab u o'ynab ketmaydigan qilib zavod qilib chiqaryapsiz, xudo xolasa. Narxi necha chiqyapti? Hop, 1 million 500 ming so'm chiqyapti. 1 million 500 ming so'm. 8 taligi. 8 taligi. Shunday. Mana bu kreslo fasonmi bu qanaqa? Ha, kreslo fasonida ikkisi, kattasi. Masalan, mana kengroq, qulayliklari ham ko'proq oddiy kresloga qaraganda. Qo'l qo'yib o'tiradigan joylari ham zo'r ekan. Shunaydigan joylari ham ancha yotiq bo'ladi, bemalol dam olib o'tiradigan stol, xudo xolasa. Hop, bunimiz 6 talik, razmeri 90 sm ga 1.35 bo'ladi. Hop, bunimiz 6 taligi narxi 1 million 300 ming so'm qilib beryapmiz. Hop, donaga? Donaga 200 ming so'm chiqadi bular. 200 ming so'm. Bu ham qalin 0.9 turbadan bo'ladi. Bunimiz joziba. Buni jozibani 4 taligi, 6 talik, 8 talik, 12 talikgacha qilib beramiz. Bitta 4 taligi. Hop, bolishchasi bo'ladi, eng full holatda, xudo xolasa. Bunimiz razmeri 70 ga 1.15 bo'ladi. 70 ga 1.15. Xon taxtalak tashlanmaydi, bu oddiy oshxona xon taxta. Hop, 1 million so'm chiqadi ular 4 talik. Donaga necha pul chiqadi? 170 mingdan chiqarib beramiz uni donaga. Donaga 170 ming so'm. Bu ham qulay, xudo xolasa o'tirgan. Bunimiz lola fasonda oshxonaga chiqadigani 600 ming so'm chiqadi. Agar oddiyroq deydigan bo'lsa 550 mingdan ham chiqadi bu. Buni agar 6 taligi bo'lsa-chi? 800 ming so'm chiqadi, oddiyroq 750 ming chiqadi. Gap yo'q. Mana qadrdonlar, hozir uni yoqdagini ham ko'rsatamiz. Bunimiz mana 8 talik. Bunimiz 8 talik. Gulli fasonimiz 8 taligi 1 million 550 ming qilib beramiz uni. 8 taligini. 8 taligini. Boshida ko'rsatdik, razmerini aytdik, xonani. Endi bu yerda mana bu yerda ko'ryapsizlar, fasonini xohlagan fasoningizda qilib beradi. Ranglarini ham mana o'tiradigan joylarni. Mo'yshi. Mana. Xohlasa latta material qilib beramiz aka. Mana bular mo'yshi, mana bular latta materiallar ekan. Fasonlar mana ko'ryapsizlar, har xil fasonlarda qilib beraveradi. Fasoniga qarab narxi o'zgarib boraveradi. Shunday, narxiga lekin ta'sir qilmaydi, misol. Rangi, materialning rangi ta'sir qilmaydi. Tushunarli. Xo'p, bularni o'zi aytib keldik-a, ko'rsatganlarimiz. Misol, paxta gullarimiz 180 dan chiqadi, bu pecha gullarimiz ham 180 dan chiqadi. Bularimiz 130 dan, bunisi 100 ming so'mdan chiqadi. Bunisi 100 ming so'm chiqar ekan. Orqasiga material kerak emas, menga temir bo'lsin deganlarga 100 ming so'mdan chiqarib beramiz. 100 ming so'm donasi. Mana bular 130 ming, ha? Shunday aka. Qadrdonlar, mana qo'ldan kelgancha ma'lumotni berdik, xudo xohlasa. Qolib ketgan bir ma'lumotlari bo'lsa, ekranda shu ishlab chiqaruvchi akalarimizning nomerlari bo'ladi. Bemalol batafsil ma'lumot olsalaring bo'ladi. Mana shu yosh ukalarimiz, mehnat qilyap turgan ukalarimizni mehnatini qadrlab, tajribali ustalar kanalining mehnatini qadrlab, mana shunday qilib like bosgan qo'llaring muborak, kabatulloh mushlasin. Yurtimiz tinch, osmonimiz hamisha musaffo bo'lsin.